Bugun kasb qaynonam achchiqqina qalampirlarni soyavoy sousda marinovka qilishni o'rgatadilar. Biz 600 gram qalampir ishlatyapmiz. Ko'ttini kesib chiqib, ozgina suvga solib qo'yib va uksusdan ozgina solib 15 minutga olib qo'yamiz. Ungacha esa sousimizni tayyorlab olamiz. 600 gram qalampirga 1,5 stakan shakar bilan 2,5 stakan soyavoy sousni qo'yib aralashtirib olamiz. Agar sizda 1 kilo qalampir bo'ladigan bo'lsa, 5 ta stakan soyavoy sous qo'yishingiz mumkin. Va yana 1,5 stakan suvni ham ozgina quyib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, gazda bir marta qaynatib olamiz. Ungacha 15 minutdan keyin qalampirlarimizni yaxshilab yuvib olib, shunaqa vilkada qalampirlarni ozginadan teshib chiqamiz. Kattaroq qalampirni 2 marta, kichkinasini bir martadan teshsanglar bo'ladi. Birpasda soyavoy sousimiz qaynab chiqdi. Endi shunaqa qaynagan holatida qalampirlarimizni ustiga quyib olamiz. Eslab qolinglar, obязательно shunaqa qaynagan holatida qo'yish kerak ekan. Va endi ichiga shunaqa 2 ta krujkada olmali uksuslarimizni ham solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, ustiga og'ir idishni solib bekitib qo'yasizlar va xona haroratida 4 kunga shunaqa qilib olib qo'yasizlar. Yoqimli ishtaha. Biz 4 kun oldin qalampirda marinovka qilgandek soyavoy sousga endi ochib ko'ramiz qanaqa chiqdi ekan. Wow. Hidi juda ham mazali. Qalampirda hidi kelyapti. Mana shunaqa rangi o'zgaradi. Buni yeb, hozir ko'rsatib beraman. 내가 보기엔 설탕이 좀 덜 들어간 것 같아. 설탕? 맛있어요. 맛있어? 맛은 괜찮지? 이거랑 맛이 아직 이거 싫은. 맛있어. 얘랑 맛있어요. 근데 괜찮아요 다. 근데 이거랑 먹으면 안 맵다? 나라. 아, 그리고 안 매워 얘랑 먹으면. 그런 게 맛이 안 나네. 그만. 가바쪽도 tuxumga botirib qovurilgani. 진짜 괜찮지? Oshi zo'r chiqdi. Obязательно shu retsept bo'yicha uydagilarga qilib bersangiz, ayniqsa erkak kishilar juda ham yaxshi ko'rsa kerak.